Hozirgi kunda O'zbekistonda ham imoratlarni high-tech usulida qurish juda ham ommalashyapti, lekin imorat high-tech bo'lgandan keyin bilasizlar, tom qismi bo'lmaydi, tomi terrasa vazifasini o'tadi. Endi terrasani izolyatsiya qilish masalasi bizani O'zbekistonni, ya'ni men o'zimni faoliyatimni Toshkentda olib borganim uchun Toshkentni misolida tushuntirib beraman. Imoratda terrasa qismini izolyatsiya qilayotganda har xil komponentlardan ishlatiladi. Endi bitta narsani unutmanglar. High-tech imoratlar Amerikada va Yevropa mamlakatlarida juda ham ommalashgan. Men o'zim chet elga chiqmaganman, lekin ko'p do'stlar o'rtoqlarimdan so'raydigan bo'lsam, Yevropa va Amerika mamlakatlarida anomal sovuq bo'lganda faqat kun issiq bo'lib ketishi mumkin yoki qish sovib ketishi mumkin, lekin asosiy holatlarda temperatura, ya'ni ob-havo mo'tadir. Ya'ni qishda ham men o'zim bormaganman, lekin ko'pchilikdan so'raganman. Deylik, mana Yevropa mamlakatlariga boradigan bo'lsang, seni qishda ham yozda ham bitta futbolka yoki sviterda yursang bo'ladi deydi. Bu nima degani? Ya'ni qishin yozin temperatura почти bir xil, ya'ni 25-30 gradus tashkil qiladi. Lekin bizani O'zbekistonning sharoitida o'zingizlar bilasizlar, yozimizda quruq, lekin juda ham issiq bo'ladi. Qishimiz ham xuddi shunaqa quruq. Mana bu yil 2 marta qor yog'dimi yo'qmi, lekin sovuq bo'ldi. Ya'ni namgarchilik yo'q bizning sharoitda. Endi siz terrasa qismingizni izolyatsiya qilganingizdan keyin bilasizlar, har bitta qurilish materiallari nima qanaqa sifatli bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi firmaniki bo'lishidan qat'iy nazar, u sovuqda torayadi, yozda kengayadi, ya'ni issiqda kengayadi. Bu yillar natijasida oradan 2 yil o'tsin, 5 yil o'tsin, torayadi, kengayadi. O'zini uslubini, o'zini yo'nalishini, o'zini vazifasini yo'qotadi. Ya'ni har bitta toraygan narsa ertaga kengaygandan keyin yoki kengaygan narsa toraygandan keyin joyiga kelishi qiyin va hozirgi ishlab chiqarilayotgan izolyatsiya mahsulotlari, ya'ni terrasaga qilinadigan izolyatsiya mahsulotlari albatta bu O'zbekistonning sharoiti uchun qilinyapti degan narsa yo'q. Shuni natijasida 2-3 yildan keyin sizni terrasa qismingizdan suv o'tib ketadi va pastda qilgan imoratingizni remonti hammasi dabdalasi chiqib ketadi va bizga ham ko'p murojaatlar bo'lyapti. Aka, falon yili terrasa qilgandim, baribir suv o'tib ketdi, menga tomini yopib bering. Borib o'sha chiroyli qilib tomini, ya'ni terrasa qismini ko'rinmaydigan, tashqaridan ko'rinmaydigan holatda tomini ham yopsa bo'ladi. O'shaning uchun buni ham o'zingizlar albatta o'ylab ko'ringlar. Lekin bu degani imoratni high-tech usulda qurish mumkin emas degani emas. Imoratlarni high-tech usulida qurganinglardan keyin ham baribir tepada pardevori taxminan 1.20-1.5 metr masofada balandlikda o'sha chegarasi bo'ladi. Ana o'shaning ichiga ham qisqa gradusda tom yopsa bo'ladi va drenajlab qo'yib turib, sliflar qo'yib turib, suvni oqova yo'nalish orqali pastga tushirib yuboradigan holat bo'ladi. O'shanda terrasaga suv ham, qor ham hech narsa yig'ilmaydi. Bu yo'nalishdagi jarayonni qilishdan oldin albatta o'ylab ko'ringlar, lekin har bitta narsani o'zining yechimi bor, o'zining vazifasi bor, o'zining mukammalligi bor. Salomat bo'linglar.